Do'stlar, bugun biz Toshkentdagi, ya'ni Chimgan traktor zavodiga yetib keldik. O'zbekistondagi eng arzon traktorlardan birini akalarimiz sotishar ekan. To'liq ma'lumotni Umar akadan olamiz. Assalomu alaykum. Umar aka, charchamang. Bitta ma'lumotni berib yuborsa aka. Aka, bu 186 kuchli traktorimiz, Shifeng modelimiz, 8 porshinli turbo kompressorli dvigatel bilan jihozlangan. Aka, ko'rib turganingizdek, turbo kompressorli dvigatel bilan, aka 8 ta porshin bu. 186 kuchi. Oldi orqa balon tortadi. Salon qismida konditsioner hamma narsa bilan jihozlangan. Bu havo bachogini ko'rib turibsizlar, havo tozalaydigan воздушный filtr deyiladi. Undan tashqari baklari, aka, ikki taraflama 200 litrdan 400 litrgacha bak sig'imiga ega. Yoqilg'i sig'imiga ega. Undan tashqari mana orqa qismida, aka, bosib ko'taradigan silindr, naveskani ko'taradigan ko'ryapsizlar qalinligini, aka, hazil ekan yuk ko'tarmaydi. Agregat tanlamaydi. Dvigatel agregat tanlamaydi. Bundan tashqari kameralar bilan jihozlangan, orqa oldi kameralari bor aka, bemalol. Sijenkalari mana salon qismida. Bismillah. Salon qismi sijeni ko'rishingiz mumkin aka, charchatmaydi. Undan tashqari qo'shimcha monitor bor. Magnitola, ya'ni mafon, undan tashqari kameralarni ko'rib turishga, quyoshdan pana qiladigan pardalari hamma narsa bilan jihozlangan aka. Traktor o'ta yumshoq. Xudo xolasa dalada uyaltirib qo'ymaydi. Maza qilib. 200 gektarlik joyda bemalol oson bo'lar ekan. Haydaydi albatta Xo'p, aka. summasi necha bo'lar aka? Buni summasi aka hozir kundagi narxi $40,000 qilib beryapmiz. Undan tashqari qo'shimcha bonusiga bitta skuter bor. Uni ukasini narxi 24,5 ming deyapti. Bunga ham skuter qilib beramiz. Albatta. 96 kuchli, bu 4 porshinli. 4 porshinli bu turbo dvigatel emas. Ha, обычный motor. Oddiy motordan, ya'ni apparat deb qo'yamiz, traktorlar tilida. 96 kuchi, bunda ham xuddi shu qo'shimchasiga skuter podarkasi bor. Narxi $24,500. Buni balon razmerlariga e'tibor bersanglar, ingichka. Sababini ham aytib o'tamiz. Bu, ya'ni agatga ham kirib tushib ketaveradi. Tushib ketaveradi. Agar enli balon bo'lsa, ekkaningizni payxon qiladi, bu esa bemalol aka agat orasiga turadi, payxon qilmasdan. Zo'r. Endi bitta agregatlarni aytib o'tib ketsa aka. Endi agregatga keladigan bo'lsak, plugimiz 4 qatorli bir taraflama plug, narxi $2,000. Undan keyin rotorli kosilka 1.65 lik, narxi $2,100. 3+1 aylanma plugimiz, buni narxi $5,500 va 270 lik frezamiz, narxi $2,200. Xudo xolasa, do'stlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, foydasiz oldimsanlar kelishilgan narxda berishadi.